Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Yangi bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşənlərinə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadrli görürmənlərimiz, həmənlərə məlum bolğandək, yıllardan buyan davam qılıb kelayotqan bu proqramımızda milletimizə münasibətli bolğan xilma-xil temalarda şu sahanın mütəxəssislərini, məyli cəmiyyət rəisləri bolsun yoki alimlərimiz bolsun, təklif qılıb şu milletə əlaqədar bolğan məsələlərdə söhbət qılıb kelayotimiz. Bugün şunun cümlesinden tünügümüz elanımızda bəgəndək nəhayət mühim bir tema haqqında toxtalımız. O bolsunmu şu Uyğur soti və guvahlıq temasında proqram qıldığanlığımızı elan bəgəndik. Bugün stüdyomuzda qimmatlik bir mehmanımız var. Şu işinin başından axırı şu guvahlıq yığış məsələlərdə üstüdə bolğan və Uyğur sotunu nurgulluğan qimmatlik guvahlıqlar bilan təminləyən bir aziz mehmanımız var. O bolsunmu Norvegiya Uyğur Komiteti rəisi şundaqla Uyğur Ədliyyə Arxiv Ambiri direktori hörmətli Bəxtiyar Ömər əpədən təklif qıldıq. Qimmatli vaxtdan çıxarıb qədəm təşərrüf qılıb gəldiyi üçün köpdən-köp rəhmət etdiniz. Sizlərə köp rəhmət. Rəhmət Allah razı olsun. Qadrli görürmənlərimiz proqramımız YouTube və Facebook kanallarımız arqılıq naq meydandan tarixli ötüdü. Ekran aldı çıxıb duruyatqan numarımız şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq hər qandaq fikir, təklif, suallarınlar bolsa yollaşmalarını ümid qılırıq. Şundaqla köplügən qaydınlaşırımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşunu həm unutmayasınızlar. Bunda olsa hörmətli Bəxtiyar əpəndən proqramımızı başlayıb gəlsək, aldı bilən əlbəttə sizin Türkiyə ziyarətinizlə səbəblik stüdyomuzdan da meydanda birgə oturup söhbət qılıbatımız. İstiqlalda tuncu qatım sizinlə beraber oturuptuk. Şuna ekran aldı ki sizni yeni kögənlər üçün sizni biraz qısqaca bir tunub ötken bolsaq. Bu şərəfni bəgənlər üçün köpdən-köp rəhmət. Menek ismim Bəxtiyar Ömər. Ürümçi şəhərdə doğulub, şu yerdə oqub, şu yerdə universitet bitərgən. Əsli kəsbim advokat. 2008 yıl Norvegiya kelib oltiraqlaşqan. Kelib 6 aydan keyin şu Norvegiya Uyğur Komitetiga özümni ma'lum qilib, şu komitetdə hazırlıqçı xizmət qılıbdım. 2017 yıldan başlap Norvegiya Uyğur Komitetining raisi, 2019 yıldan başlap Uyğur Ədliyyə Arxiv Ambirininki direktori bo'lib xizmət qılıbdım. Maşallah. Xoş, rəhmət nəhayət qısqa, məğizlik bir tanıştırış oldu. Onda olsa biz aldı bilen elbette bugünkü söhbetimiz ötkende içilip nəhayət bütün xalqarada hem Uyğurlarga xoş bolğan bir Londonda içilgan bir sot hakikaten hoş kıldı Uyğurlarni. Hem Xitayni nəhayət ciddi bir aram qılğanlığını hamımız gördük hem de. Bunu yalğanlaş üçün, bunu yalğanğa çıxırış üçün qımmığını qammadı sotun aldı keyinde. Hem 9. ayda bu ikinci növbətlik bunu eçiliş aldı turuptu. Hazır ciddi şekilde bununla texamı güçlük guvahlıqlarını, dəlillərini toplaş üçün hərəkət qılıbatısılar. Şu cümleden hem Türkiye'ye geldiniz bu qatımı, Türkiye ziyaretinizin asaslıq məqsidi. Hem de aldıqdan biz şu Uyğur Ədliyyə Arxiv Ambirininki qaçan ve qandaq qılıb quruldu. Bu haqda biraz bir məlumat verən bolsanız. Bizniki 2017 yıldan başlap başlanğan bu aslında Uyğur Ədliyyə Arxiv Ambiri degan namda emas, Uyğur Arxiv Ambiri degan namda. Xoş. Muş Dünya Uyğur Qurultayınınki aynı vaqtda şu lager meselesi toğruluq bir çağırqı oldu. Onun aldıda biz en aldıda başlagan çağda biz şu Uyğur sərxillərininki türmələr köpləb kirkitiyotqanlığını his qilgandan keyin muşularninki arxivlarini toplashdan başlagandıq. O çağda bizning maqsadimiz bir arxiv ambir qurish planımız batdı. Bunu Norvegiya Uyğur Komitetininki sekreter Adilcan İşkeylen planlab qilgan. Lekin ishni nereden başlashni bilmay, qanday qilishni bilmay turayotgan vaqtimizda lager meselesi to'g'riliq bir cho'ng
uçur toplash faoliyatini Dünya Uyg'ur qurultoyi o'ttirib qo'ydi. Shuning bilan bu ishni bizningki allıburun boshlab qo'yganligimizni ham bu ishda bir qadar natijalarni yaratganligimizni o'ttirib qo'yib, biz bu xizmatni ustimizga ola oladiganligimizni degandan keyin Uyg'ur arxiv konbiri nomida biz shu chog'da xizmat boshlagan. Ayni vaqtda bizningki AQQdan chiqqan tashviqot varaqlarimiz, ikki tal qo'lninki to'mir reshatkani tutib turgan dunyoda nihoyat keng tarqaldi. Shuning bilan bizning xizmatlarimiz nihoyat keng shaklda rivojlandi. Butun dunyo tashkilotlar bizni qo'lladi. Dünya Uyg'ur qurultoyi bilan birga. Keyin 2019 ga kelgan chaqda bizning xizmatlarimiz ishdan sirtqi emas, rasmiy ko'lamlashgan, kasblashgan bir jiddiy holat o'zgartirishga muhtoj bo'ldi. Shuning bilan biz Amerika Demokratiyani ilgari surish fondidan 2018 yilning oxirida rasmiy yordam iltimos qildik. 2019 yili 7 ayning 1idan boshlab biz rasmiy organ shaklda, ya'ni davlat alqilgan organ shaklda. Bu o'zi Norvegiyada bo'lsa-mu, bizning xizmatchilarimiz Yevropa, Osiyo, hatta Turkiya qatorliq bir necha davlatlarda bor. Shu orqali biz hozirgacha taraqqiy qilib, hamda har holda Uyg'urlar emas, xalqarodagi tashkilotlarda bir qadar e'tirofga erishgan Uyg'ur tashkiloti bo'lib kelyapmiz. Xo'sh. Nihoyat güzel bir xizmat haqiqatan ham shu. Hozirgacha qilingan xizmatlar haqida masalan qanchalik bir narsa to'play oldinglar masalan guvohlik masalasida. Shuni biroz bir agar tafsilli qilib bo'lsa. Bizniki hozir jami oshkora matbuotlarda e'lon qilgan son 5000. Amaliyotda bizniki 10 mingdan ortiq sonimiz bor. Lekin bu yerda xalqaro o'lcham bo'yicha buningki kelish manbasi nihoyat muhim. Shuningdek biz videoni nimishqa har qanday bir guvohlik bo'lsa, video olamiz, uni qo'l qo'yimiz, jadval to'ldiramiz degan chog'da shu odamning imzosi yoki og'zaki guvohligi kerak. Chunki bu manba xalqaro o'lcham bo'yicha, bu akademik tadqiqot bo'yicha nihoyat muhim hisoblanadi. Biz tadqiqotni dokladimizni topshirgan chog'da buning kelish manbasi nihoyat muhim. Shuning uchun bizga Xitoyning hujumi ham qalaymiqan takror kirib qolgan sonliq ma'lumotlarni chiqarib o'tgandan keyin bizningki hozirgi qo'limizda bor butunlay ishlatkili bo'lgan ham bu to'liq bu yerda faqat ism familiyasi xotirlanib qolgan emas. Bu yerda katta lagerga yoki turmaga kirish sababidan tortib bu odamning adresi kimligiga o'xshash bütün ma'lumotlar to'liq bo'lgan uchun 5000. Uningdan boshqa bizniki 200 dan ortiq guvohlik filmimiz bor. Uning bir qismi yaqinda chiqqanlarimizni qo'shsak 250 kimi bor edi. Bizniki oldin qatimliq sotda guvohlikda o'tganda buningdan boshqa bergan yana shu sun'iy amra xaritasi orqali biz izlab topgan yoki bizning mutaxassislarimiz 253 lager, 227 lager, 257 turma, bunun tafsili hatırsı var. Onundan başka 105 emgek ve özgertiş meydanı yoki turmisi. Muş uçurlarını sotqı ta'minladik. Xo'sh. Haqiqatan unda bo'lsa, hali cho'ng butun davlatlar, har qaysi davlatlarda rasmiy xodimlarni bekitib, hali cho'ng ish qilishlarda unda bo'lsa buni rasmiy Bizimki yanıla hem de iqtisadi jihatdagi kirim hamda yordamimizniki cheklik bo'lganligi uchun bir qism bizning qarindoshlarimiz yanıla ixtiyoriy shaklda maoshsiz ishlaydi. Bizning Norvegiyada amaliyotda muqim xizmatchimiz faqat 3. Lekin boshqa mutaxassislar, masalan, bizning tunji yillik dokladimizga yordamlashgan Adrian Zenskga o'xshash akademiklar bor, bizniki ishlayotgan xizmatchilarimizning o'zining professor o'qituvchilari bor. Mushunga o'xshash shundaqlar boshqa ixtiyoriy shaklda bizga ma'lumot berayotgan, to'playotgan, ham qisqa mezgillik to'xtam bilan ishlayotgan xizmatchilarimiz xili bor. Hamda balkim uni har xil
tillarda bo'lgandan masalan rasmiy hamda siz o'zingizning kasbiy advokat bo'lgan ekan hamda shu xalqaro sahnaga mayli yoki bo'lmasa shu Uyg'ur so'ti o'xshash rasmiyatga sunilishga loyiq holatda tarjima qilish ishlari bo'lsin, birmuncha ishlar bo'lishi mumkin masalan sizlar. To'g'ri. Hamda ben degandek bizniki muqim xizmatchimiz 3 hozircha. Hem bir yerda bizniki onu toplash, redlashdan boshqa bizniki orqa bir sistemimiz bor. Buni maxsus bir odam ishlash kerak, ham programmer Adiljon degan qarindishimiz buni qildi. Xizmatniki besimi eg'ir bo'lganligi uchun bu tarjima ishlarida biz faqat yetishamagan. Bu eng keyinda qolgan bir xizmatda. Lekin o'tgan yildagi shu Uyg'ur sotiga yordamlashish jarayonida bizniki akademiklarimiz, yana Uyg'ur akademiyasiniki Turkiya, Amerika, Yevropa, shundaqla Avstraliya sho'balaridagi qarindoshlarimiz, bular balkim 50-60 dan ortiq bo'lishi mumkin. Bular bizniki barliq mushu sotninki jarayondagi tarjima ishlariga hattoki bugungacha ham bundan keyingi bir necha oyda yordamlashadi. Mushularniki tarjima qilib chiqargan hujjatlarniki batsonning o'zimi 1000 batdan ortiq. Chunki bir guvohlikning o'zi ba'zilar 30, ba'zilar 50 bat keldi. Biz topshirgan mushu tarjima ishlarida agar ular bo'lmagan bo'lsa bu ishlarni biz mustaqil qilib olishimiz mumkin emasdi. To'g'ri. Albatta mushu ekrandan barliq bu xizmatga, bu güzel bir xizmatga hassi tekkan mushunga ajr singdirgan barliq qarindoshlarimizga rahmat aytamiz albatta. Siz deb o'tgandek shu Uyg'ur so't echilgan vaqtida shularning oldidagi materiallarning tomliqi qarab bilgildan oldida hammasining oldida bir parchadan bir nusxada bo'lgandi. Guvohlik beruvchilarning oldida ko'rdik hamda. Haqiqatan shular tushundigan tilda oldiga olib kelib, har xil tillarda bo'lgan narsani olib kelish unda oson ish emas haqiqatan. Ko'p rahmat aytamiz. Ammo shu Uyg'ur so'tiga qanchalik mush qatim o'tgan echilgan material yoki guvohlik sundinglar. Asosiyatni hammasini sundinglarmi yoki? Yo'q. Bunun ichida eng oldida hamda hurmatli Chefirnoy Sapandini mush xizmatga qoyil qilib, Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Do'lqin Iso apandi ko'rish ham uning oqidagi jarayonda 10 necha ming batlik bir shu Dunyo Uyg'ur qurultayi ham boshqa tashkilotlar ham bularni Uyg'urlar to'g'riliq qurultay ishlayotgan dokladlar, tizimliklar qatorliq 10 ming batdan ortiq material topshirilib bo'lgan. Uningdan keyingi bizniki shu lagerda o'lgan qarindoshlarniki, diniy o'lmalarniki, 18 yoshdan kichik o'smirlarimizning, andan keyin lagerlar, ham buning tafsiloti, turmalar, buning tafsiloti, emgak bilan o'zgartish o'rinlari, ham shu jamiyatda bizga kelgan 5 xil, 6 xil uçur var ki, bularni uningdan boshqa anadaki Kanadadagilar jiqqan bir qism uçurlar var. Uning yana shu sizlarning istiqlolniki guvohlik videolar bo'lib biz topshirgan yozma va videolik hujjatlarni aytijaq. Hamda shu sotniki tadqiqot guruhi bor, advokatlardan tashkillangan. Biz aynı vaqtda aşlarniki şunu ko'rib chiqib bo'ladiganiga nayt testda qilib bo'ldi deb o'yladik, lekin ularning o'zining xizmati bor kishilar, ham o'ziniki bizga o'xshash oilasi, boshqa xizmatlar bor. Chunki ular endi xalqaro tanilgan donglik shaxslar bo'lganligi uchun ularning xizmati biznikidan oldirash bo'ldi. Ashundaq turib bizniki materiallarimizni ashlar bir ko'rib andan keyin sot jarayoni boshlandi. Biz eng og'ir materiallarni taxminan sotga 3 hafta qolgan chaqda butun taqib bo'lgan sot xizmatchilari. Hamda shu 9 sot ömrü 9 sotçu bor. Hamda ashlar yana ashni bir boshdan ko'rib chiqib, ko'rdinglar u balkim 300 batdan ortiq narsa. Shuni har bir odam tafsili ko'rib chiqdi. Ham ularniki shu sotdagi so'rgan savollarning vaznidan xuddi shu professor mutaxassislarmi
intam algandek tayaltib etdi. Demek ular Resmi faqat yani. körüp çıkış emas, onun için sual soraş için düşünüş gerek. Düşüngende yandan sual sorgulu oldu. Şununla biz nihayetde hürmetimiz hem qayırlığımız açtı sot hizmetçileriga. Ya hakikaten iş qilib deganimizdek resmi normal sot meydanda o'ltagandek bir xil tuyg'u bor odamga resmi aqslam hukm chiqarilib bir ish bo'lgandek. Xo'sh, endi shu to'plangan hamda ilgirmi sizning xabaringiz bormi? Har xil gap so'zlar u yerga taqalgan hamda shu Uyg'urlardan yig'ilgan shu guvohlik, ularning butun materiallari hamma narsani saqlashda, shu arxivlar saqlashda qanday bir bexatarlik nimasini oldinglar tadbiri. Bu vaqtda mana qo'yamiz. Ham buningda hamda xalqarada bekitilgan ba'zi hamda bizningki shunday kishilik uchurni, ya'ni bu qat'iy maxfiy bo'ldi. Yevropaning o'zining qonuni va buningda balkim 2 yilning oldidan 3 yilning oldidan boshlangan bu qonun hamma yerda tarqaldi. Hatto shu bizning sotsial medialardagi uchurlar biz kirgandan keyin shaxsiy maxfiyatlik to'g'riliq nurg'un nimalarga qo'l qo'yish, ya uni aksept qilish nimalari keladi. Shu shaxsiy uchurni qanday saqlash to'g'riliq shu cho'ng media shirkatlarininki bizga avatgan uchurlari. Shuningga o'xshash birinchisi Yevropaning qonuniga bo'ysunish kerak, amal qilish kerak. Anandan keyin bu bexatarlikka diqqat qilish kerak. Bizniki to'g'ri ulangan bir sistemimiz bor. To'g'ri ulanmagan bir sistemimiz bor. Anandan keyin bu to'g'ri ulanmagan sistemini yani ikki o'rinda ayrim o'xshash hujjat arxivni ayrim yani ikki qattiq diskada saqlaymiz. Onun bexatarligi, onun barada mas'ul. Lekin ma to'g'ri yig'ilganlar bexatarmi, bexatar emasmi degan chaqda biz avay deganda Xitoyniki nurg'un axlat hujjatlarini topshirib olgandan boshqa xato to'ldirilgan, qayta to'ldirilgan nimalar bor. Aşınınki hammasini qaytadan bir qarab chiqib, agar bizning ishonchligimizdan o'ssa, u odamning egisi bilan biz aloqalashsak, ham uniki rasmiy robot shaklda emas, o'zining urug' tuqqanlarini to'ldirganligini jazmlashtirgandan keyin biz uni rasmiy to'g'rilanmagan sistemaga yo'tkab u yerda saqlaymiz. Demak, bu yerda Xitoy bir necha qatim axborot e'lon qilish yig'inlarida dedi, masalan, Uyg'urlarniki shu arxiv porallarda 10 mingdan ortiq, 12 mingdan ortiq uchur bor. Hamlat Xitoy bilmaydi uni. Ham hacker qilgan bo'lishi mumkin, lekin bizning haqiqiy to'g'rilanmagan sistemimizni bilmaydi. Biz ularnikiga javob bermaymiz. Ularmi haqiqiy sonini bilmaydi. Shuningga u Xitoyniki faqat faraz qilib degan soni. Ya'ni chunki men media taqilib yurgan narsalarni da'vatida. Tushundim. Endi bu qatimki Turkiya ziyoratingiz haqida biroz so'ramasak. Birinchi qatimliq sotninki jarayonni biz ko'rdik. Endi nihoyat jiddiy ham odamni xushal qildigan, ham ta'sirlantirdigan, ham u yerdagi vaziyatning og'irligini his qildiradigan bir shaklda o'tadi. Chunki bu bir boshqalar faqat siyosiy xarakterda yoki hukm chiqarib qo'yilgan bir sot emas, ciddi bir sot ekanligini his qilgandan keyin amaliyotda shu xizmatni topshirib olgan vaqtning o'zida biz nihoyat og'ir ro'yi besim botdi. Chunki bu sot muvaffaqiyatsiz bo'lgan taqdirda dalil isbot to'liq emas degan bir nom bilan yoki shunday bir sabab bilan bu sot hukmni mag'lub bo'lgan shaklda chiqarish mumkin. Buning eng ta'sir qiladigan narsa dalil isbot. Har qanday deloda dalil isbot. Siz mayli odatdagi nikoh delosi yoki qatnash yoki bir iqtisod delolarini qiling yoki boshqa talab to'lam delolarini qiling, jinoiy ishlar delolarini ishlang, bu yer dalil isbot qaraydi. Bu sotniki o'xshash dalil isbot. Bu dalil isbot nereden keldi? Bizning jamiyatga Uyg'urlardan keldi, ham mutaxassislarimizdan keldi. Lekin shuni to'g'ri bir shaklda xalqaro o'lchamga loyiq shu sot hay'atlarininki qoyilligini qo'lga keltiradigan shaklda bir berishning o'zi sot echilishdan burun bir qanoat og'ir bir vazifa. Shu sababdan ro'y besim og'ir bo'lgan
lekin buni qilmay boshqalarga topshirib turadigan bir vazifa emas. Chunki bu Uyg'urning beshiga kelgan qirg'inchilik. Shuning uchun buni ayni vaqtda shu tashkilotlar birligi 70 dan ortiq tashkilotlar bor. Shuningki yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultoyi o'tirib qo'ygandan keyin ular ishinib bizga berdi. Buningki ularniki bir ishonchisini o'rindashimiz bizningki bir vazifamiz bo'ldi. Shuningdan keyin biz o'zimizning qo'lida bor emas, butun tashkilotlarga murojaat qildik. Shundaqla sizlarmi bizga material ta'minladinglar. Shuning ichidan biz tunji qadamda 100 dan ortiq guvohlikni chiqqan, tavsiya qildiganqa. Bizningki shu istiqlolda qilingan portlagan sukut programmalaridan. Yo'q. U shuning ichidagi bir qismi. Jami demakchi. Anandan keyin buni yana sotdiklar bilan qisqartib 50 necha qildik, 50 nechini 30 necha qildik. Shu orqali qadam inshaalloh eng oxirida Uyg'urlardan sotqi chiqqan odam 23. Hatta bir qism odamlar oxirgi qatim tanlangan bo'lsa-mu, sotninki tartibi, vaqti ham o'rinlashtirish sababli ular sot qatnashamadi. Demak bu yilgi qatlam 7-8 tasqashdan keyin sotqi chiqqanlar. Xo'sh. Bo'ldi. Demak buningki jarayoni bu jarayonda qilingan xizmatlar jiddiy ig'ir bo'ldi. Xo'sh. Endi mushqatimqa oldimizda 9-oyda ichilgan bu Uyg'ur soti nimadan derak turdi Uyg'urlar uchun? Sizcha? Bunun tashviqoti ko'p bo'lyapti hozir, shunga jiddiy shaklda her tarafdan, her sahadan bunu qo'llash, mayli moddiy ma'naviy jihatdan, guvohlik berish masalasi jihatdan tashviqotlar bo'lyapti. Shunga buning bir. Endi nimadan derak berdi deydiganga hozircha balkim toza vaqt emas bo'lishi mumkin. Abay degandek shunday bir jiddiy birinchi sotdan keyin hamda ikkinchi sot oldimizda turibdi. Bu ikkinchi sotninki mayli buningki guvohlik ishlarida bo'lsin, mayli xalqarodagi ta'siri bo'lsin, mayli Uyg'urlarga bu yerdigan olib keladigan oqibatlari yoki natijalari bo'lsin, buni ayta jiddiy bir natijalar bizning oldimizda saqlab turdi. Andan keyin birinchi qatimda biz o'zimizning qo'lidan keladigan bo'yicha nihoyatda muhim deganlarni topshirdik. Meniki maqatimki ikkinchi qatim Turkiyaga guvohlik qilib kelishim hamda bizda yo'shirinib qolgan yoki shu guvohchilar bilinmagan, o'zi his qilmagan yoki biz biladigan yoki necha vaqtdan guvohlik bermagan kishilarni qizib chiqarish. Chunki birinchi qatimliq guvohlik bergan chaqda lager shohidlari bor. Buningdan boshqa oila urug' tuqqanlardan turma lagerlarga kirganlar, diniy o'limalar, ziyolilar qatorliq bir qism guvohliklar allburun chiqib oldi. Buningdan keyingisi shu irqiy qirg'inchilikqa munosabatlik. Necha vaqtdan biz yoki ko'z oldimizdan qochirib qo'ygan yoki tex berilmagan mushini qizish uchun keldik. Ham buni men o'ylayman necha kunlik faoliyatimiz nihoyatda yaxshi bo'ldi. Lekin ikkinchi qatimliq sot bir hal qilg'uch sot bo'ldi. Bu sotchilar uchunmi, biz uchunmi bir jang hisoblandi Uyg'urlar uchun. Shuningga buningga butun Uyg'urlarningki safarbarligi kelib, butun tashkilotlarning safarbarligi kelib, o'zidagi shaxsiy ko'z qarash yoki o'zidagi qo'rqinchlarni vatandagi oilasini bir necha odamni o'ziniki kallasidan chiqarib o'tib, millat uchun nima qila olayman, millat uchun nimani ta'minlay olayman deydigan bir nuqtaga keldik. Hamda mushundaq tarixiy bir vaqt doim kelmaydi. Tabii. Qiyinchilik doim nimalarni qahramonlarni yaratadi. Tez sharoit qahramon chiqmaydi. Har qatim mushundaq jiddiy vaqtda, jiddiy vaziyatda hal qilg'uch fursatda qahramon yaratildi. Biz shunday qahramonlarni izdiga keldik. Bizdagi maqsadimiz shu. Ham ikkinchi qatimliq sot bizga yaxshi natijalarni olib keldi deb umid qilamiz. Xo'sh. Haqiqatan deganingdek shunday bir so'z bor, tinch dengiz hech qachon
mahir kaptan yetiştiremeydi. Eğer deniz tüp dinç olsa kaptanın mı kançık mahareti varlığını bilmemeydi denizde. Hem de elbette tilozur köyüşlerimizge üçün olsun, biz bütün programlarımızda mesela Partlanan Sükut olsun, her programımız devatımızmış kuvalık berişinin kançık mühim ikeldigini, Xitay'nın bir cinayetini yüzüge oruş, Xitay'nın dünyada resva kılış üçün halkımız bir kelgen ya ki ailesi kelgen bu vekşiliklerini dadil halette saadet degendek bir kançı pakatlam özününki oruq tuqqalarını oylamasdan bütün milletini oylagan şekilde oturuq qo'yishning qanchalik muhim ekanligini chaqirib qilib kelyapmiz. Hem sizce bu sot kollegiyasiga eng foydali bularga nisbatan eng qimmatli bo'lgan bir guvohlikning turlari qaysi deb qaraysiz masalan? Bununki bizmi buni sotning xizmati başlangan tunji qadamdan başlap sot xodimlaridan so'ragan bir savol. G'oyat muhim savol. Endi bu yerda ularninki bizga javob bergan javobga o'xshashmaymiz, shu javobni berman. Bu yerda g'oyat qimmatli yoki eng qimmatli deydigan narsa mavjud emas ekan. Ham undan bo'lmaydi. Lekin shu guvohliklarning ichida xalqaro o'lcham bo'yicha BDT'niki olgan kelishim taklifnomalari bo'yicha 5 turlik irqiy qirg'inchilikning nimasi bor. Jinoyati. Hamda mushu 5 turga kirgandan boshqa nurg'un guvohchilarimiz o'zidan zodi nimaning borligini bilmaydigan bir ahvol bor ekan. Masalan, bu yerda majburiy emgak bor. Mening urug' tuqqanlarim lagerga kirdi yoki turmada kirdi deydi. Buniki qachondan qachongacha hukumatga haqsiz ishlayotganligini tilg'anmaydi ekan. Biz shuni suhbat jarayonida har bir kishi bilan suhbatlashish orqali uni bilalaydi ekanmiz. To'g'ri. Bizni kamda mana necha kundan unchalik jiq vaqtimiz bo'lmadi, kelayotganlar jiq bo'lsa, har bir odamga ish bo'lmasa bir 2 soatdan vaqt ajratib, shularning beshidan o'tganlarini so'zlab, anglab, anadagi ularningki zodi nimaga guvohlik bermoqchi ekanligini anqirgandan keyin anadagi bularning guvohligini olsak bir qadar unumli bo'ldi. Masalan, bu yerdagi tug'ut cheklash butun Sharqiy Turkistonda umumyuzlik ahvol. Bularniki u 5-6 oylik emas, hatto 9 oylik bolalarni tushirayotgan ahvollar umumyuzlik bir ahvol. Bu nurg'un ayollarimizning beshidan o'tgan. Hozir vatanda bolalar qolgan onalarimizning ayati jiq. Uningdan boshqa shu urug' tuqqanlari faqat shu 2014-2016dan keyin emas, burun ziyonkashlikka uchragan, uy mol-mulki tortib olingan, mal-mulk musodir qilingan, yerlar tortib olingan, uylar chiqib etilgan, urug' tuqqanlar har xil diniy batnomlar bilan, vatanni parchalash degandek siyosiy, diniy batnomlar bilan kesilib ketgan. Mushu fikrlarning hammasi aytib muhim. Masalan, 5-iyun qirg'inchilik bo'lamdi, G'ulji qirg'inchilik bo'lamdi, Barning qirg'inchilik bo'lamdi, inqilobi. Mushu voqealarga bizga guvohlik bersin bo'ldi. Buningdan boshqa yakan qirg'inchiligi bor. Uningdan boshqa shu kishilarniki biz bilmaydigan Xitoyninki ichki tashqi qizilboshlik hujjatlari, shu yezlarga tushgan har xil voqealar, hatto buningda paxta terishga chiqqanlarga guvohlik berganlar bor. Bu bir majburiy emgak ham Sharqiy Turkistonda burundan mavjud. Bu xalqaro jinoyat hisoblanadi. Buningdan boshqa shuningga o'xshash o'zining beshidan kechirmishlarini bizga so'zlab bersa, buning ichidan biz qaysininki oldida guvohlik berish kerakligini, uningdan keyin qaysini so'zlash kerakligini, albatta nurg'un odamlarning urug' tuqqanlari lagerda, turmada jazolandi yoki o'lib ketdi. Buningdan boshqa nimasi bor? O'zining beshidan o'tkazgan nimasi bor? Mushlarni yig'ib kelgan chaqda bu odamninki beradigan guvohligi aslida bu o'zi o'ylagandek faqat urug' tuqqanlar uchun emas, bir irqiy qirg'inchilik uchun, Xitoyninki shu ilib berayotgan siyosatlar uchun bir nihoyatda muhim dalil isbot bo'ldi, jonliq bir odamning. Buningdan boshqa shu tunagan o'lish kunlardan bo'ldi, shu lagerninki qurilish jarayonida saqchilarning nima ish qilganligi, ularning nimalarni bildiganligi, turmalarni qanday o'zgartganligi, oldida qanday tutganligi kishilarni,
Muşu bizga nayetli doklat yazgan çağda olsun, yoki sotqi ta'minlaydigan bo'lsin, bu jarayonni biz bilishimiz kerak. Buni birdan bir bizga yetkazib beradigan bizning xalqimiz. Shuni anglagan, ko'rgan ham boshqalardan bilgan xabarlar. Buning qilqida bevosita Xitoyninki hujjatlarini biz qo'lga tushirish imkoniyatimiz bo'lmaganligi uchun mushlarnikini bu yerda bir odamning degan hisob bo'lmasligi mumkin. Lekin mushunga o'xshash o'nlab, yuzlab odamning guvohligi, masalan, mush urug' tuqqanlar to'g'riliq guvohlik berganlar ba'zilar deydi, biz bir necha yil bo'ldi guvohlik beryapmiz, hech natijasini ko'rmadik. Bu natijasini siz bevosita hozir ko'ra olishingizni atayin. Uning ustiga biz Xitoydan talab qilyapmiz. Xitoy urug' tuqqanlaringizni darhol qo'yib berishni atayin. Lekin bu xalqarodagi biz umumyuzlik ahvolni ko'rishimiz kerak. Hozir 6 davlatning irqiy qirg'inchilikda parlament e'tirof qildi. Nurg'un shirkatlar jazolanyapti. Xitoyning Sharq Turkistondagi Bingtuan jazolanyapti. Aşı qirg'inchilikqa yordam qilgan texnik shirkatlar jazolanyapti. Agar Yevropadami shu jazolar bir qadar texnik kengaygan taqdirda Sharq Turkistonga texnik cho'ng o'zgarishlarni olib kelishi mumkin. Lekin bu nereden keldi degan chaqda shunday birdan o'z o'ylagan ish arzimas guvohliklardan keldi. Xalqaro shuni bilganligi uchun, shuni e'tirof qilganligi uchun har bir odam o'ziniki beshidan o'tkazganligini deb berganligi uchun bugun bo'ldi. Bugun shu bo'lyapti. Agar demagan bo'lsak, bu bo'lmaydi. Lekin umumiy ahvolga qaragan chaqda bizning qilganlarimiz yoki qila olganlarimiz ham guvohlik berganlarimiz biz ko'rgan zulmninki bir tomchisi. Shuningga biz texmi ko'p guvohliklarga muhtoj. To'g'ri deysiz, haqiqatan. Bugun shuncha bola ish bo'layotgan bo'lsa, Xitoy kunda chichanishayotgan bo'lsa, shu xalqimizning hamda biz har qatim, ya'ni bizning chet eldagi nüfusumizga ko'ra mavjud qo'limizdagi guvohliklar bir dengizdan tomchi hamda. Mushunchalik bir tomchimi bugun xalqarada bugun har qanday kuni, har qanday nüfuzlik axborotlarda bizning xabarimiz chiqmaydigan bir kun yo'q. Shu xalqimizning shu dengizdan tomchi bo'lgan narsa bugun xalqarani başına axırqı demizamda o'ngtay qilib o'tpardamdi. Xitoy buning chichanishayotdi. Kaşki chet eldagi vatanimizning ichidagi hech qanday ovozini chiqarmaydi. Chet eldagilarning bir %10% agar maydonga chiqib guvohlik beradigan bo'lsa, bugun boshqacha bir narsani ko'rdik hamda. Biz har programmamizda buni devatimiz chaqiriq qilib deganimizdek bu qayta bir chaqiriq qilib qolsin xalqimizga. Albatta, siz qachongacha yana Turkiyada bu guvohlik yig'ish 16-slavacha Turkiyada guvohlik yig'moqchi. O'rningizdan bir deb qo'yaylik shu masalalar. Ertalikka Ko'sani ustozning maktabida guvohlik yig'moqchi. Chunki bu taraf bir qadar yiroqga, u yerdagilar kelolmaydigan cho'ng yoshli qonunlarimiz bor ekan. Shunga ertalik ashada bo'laman soat 11'dan kechgacha yoki 10'dan kechgacha ashada bo'laman. Andan keyin yana shu Sutuq Bo'g'roqon vaqtida shu yerda sharoit bir qadar yaxshi keng tashishxonalar bor ekan. Shunga uning ustiga bu turayotgan rayon Uyg'urlar bir qadar ko'p o'ltiraqlashgan rayon bo'lganligi uchun buni boshqa kunlarda mishal qilmoqchi. Bo'ldi. Andan keyin boshqalar bo'lsa, aloqalashmaganlar bo'lsa, bevosita men bilan aloqalashsin bo'ldi. Zaten ijtimoiy uchur vositalarida ismingiz shu Baxtiyor Umar deb bor. Shuni qilamiz. Albatta, mayli Turkiyadagi har qanday bir tashkilotimiz, mayli ma'rif jamiyati bo'lsin, Sutuq Bo'g'roqon bo'lsin, bular bilan aloqa qilib Baxtiyor opani bilan qanday uchrashishni, ko'rishishni desanglar shu hammasi deb berdi. Bu zaten birlikda elib berilayotgan bir harakat ish. Hamda mushu guvohlik yig'ish masalalari, mushu to'plash masalasi bo'lsin, sizlarni eng qiyin ahvolga tushirib qo'yayotgan, sizlar qiynayotgan masalalarmi? Bir qancha deb hamda qiyinchilik desak, jiq bo'lishi mumkin. Yig'ish bir qadar qiyin, boshqalarning ishonchiga erishish, bularningki shaxsiy uchurlarini elish bir qadar qiyin. Ham bu yerda qiyinchilikni so'zlasak jiq bo'lib ketadi, lekin bu yerda eg'ir keladigan odamga eng cho'ng qiyinchilik
o'sha guvohchilarimizniki o'zining guvohligini yoki beshidan o'tkazgan shu ichinishli sazgurashlarini yana shularni bir qatim qiynab shularning og'zidan yana bir qatim elish bizga nihoyatda ig'ir to'xtaydi. Chunki nurg'un beshiq kelgan odam bildi. O'ziniki jonjigar farzandlaridan, ota-onasidan, shundoqla boshqa qarindoshlardan ayrilib qolgan qarindoshlarimiz shuni bizning oldimizda mayli er bo'lsin, mayli bola bo'lsin, mayli onalar bo'lsin, yig'lab turib, yuraklarimizni ezib turib shu sazgirashlarni so'zlaydi. Eng ig'ir kelgan ahvol ashlarga qanday tasalli berishimizni bilmay, nim deb yaxshi gaplarni qilishimizni bilmay, ashada faqat guvohlik qilib o'tirish bizga nihoyatda ig'ir keldi. Shaxsan menga shunda hatto ba'zida o'zimizga taftilab ro'yi besim bo'ldi shu guvohliklarni olgandan keyin. Ham bu yerda masalan lager shohidlaridan Mehrgul Tursun xonim, men hozirgacha shu xonimdan guvohlik qilishga ketmadim. Ya'ni chunki u xonimniki ummoq bir farzandi Xitoylar darbida o'ldirilgan, lagerga tutilgan chog'da hamda o'zining guvohligini mendan chiqarib olgan. Hatta shu guvohchilar bilan urug' tuqqandek bo'lib ketdi shu guvohlik yig'ish jarayonida. Shundoq bir turib hamda Osh xonimniki yana shu yurak zidisini tatlash ma'noda ig'ir keldi. Hozirgacha qilolmadim. Chunki uni burun qilish kerakdi. Chunki bizda har bir shu guvohlik beruvchiniki biz o'zimiz olgan arxiv bo'lish kerak. Demak, shu bizga nihoyatda ig'ir keldi. Xo'sh. Deganiniz to'g'ri, haqiqatan yani yaşayan insan anlab turib, anlığı için ben müşahede bütün Parlament programımız jarayonida hech qaysini o'zim yaşamadım bu hamda. Shularninki so'zligandan anlab inson chidayolmaydi, bütün bedenleri tikan bo'lib ketgan gap. Necha kungacha ba'zi guvohlar bir-birining ichini ish qilgan ekan. İnsan hakikaten zor bir iş, qiyin bir iş. Mayli guvohlik beruvchi bo'lsin, anglag'uchi bo'lsin. Anlab turibmi, ekran oldidagi anglag'anlarni inkosladimi ko'ra olamiz hamda. Shular jinida ham shunchalik bir ta'sirlanib ketgan bo'lsa, uni bevosita boshdan kechirgan yashaganlarning qanonasini his qilganligini Rabbim bildi faqat. Shuna bo'lsa hamda xalqimizni davomli holatda chaqiramiz bu. O'zimiz shunday qiynalgan bo'lsak, bevosita shu zulmni tatib yashagan bo'lsakmi, bu vahshiylikni inson bilgan anglasa, bilgankidek bir asrda, 21-asrda bundaq bir vahshiylikning bir zamin yuzda yuz berayotganligini insonlar bilgan tasavvur qilolmaydi hamda bu. Bizning xalqimizning og'zidan chiqayotgan bu beshidan o'tkazgan bu vahshiyliklarni hamda. Shunday ish bilan do'stlar, to'qiyotamizlar buni deb ishonib o'sganmaydigan darajada bir zulm hamda. Bilgan hali ham yuz beryotdi bu. Shuning uchun biz erkin dunyodikilar buning hisobini hassilab beramiz Allohning oldida, millatning oldidan beramiz. Buni chuqur jiddiy bir shaklda o'ylab hargiz sal qaramasligimiz kerak. Chunki Xitoy mushunchavala xalqarалық nüfuzluq axborotlarda e'lon qilingan dalil isbotlar, sunyamra ko'rinishi hammasi to'simi, hali ham men shunday qilib sabtman, ben xapama men to'xtay bu ishni deydigan taxi saviya kelmadi. Hali ham numussizlarcha inkor qilyapti. Men buni qilmadim deb turib bordim. Qandaq bir dushmanning oldida turayotganligimizni, qandaq bir numussiz insonlikdan zarra qadar nasibasini olmagan bir dushmanning oldida turayotganligimizni his qilishimiz kerak, qadrli xalqim. Shunga tekrar bu guvohlik berish masalasiga sal qaramasligimizni tekrar chaqiramiz. Albatta biz istiqlol bo'lishimiz bilan tunji har doim shuni deymiz hamda. Bu xalqaro shu guvohlik berish masalasini tunji qatim bizning ekranimizning boshlanish sharafiga biz muftilo bo'ldik. Va shu chaqiriq bilan oxir telefonlardan hamma tarafdan bu guvohlik berish masalalari dunyoga taraldi va bugun ko'rib turibmiz. Shu sadoninki aks sadosini his qilib turibmiz hamda qadrli ko'ruvchilarimiz. Oxirida agar xalqimizga boshqa deydigan bir so'zlaringiz bo'lsa, anglab shuni tugatgan bo'lsak. Oxirida deydiganim biz hammamiz ayrim
odam sifatida yashasak, bu dunyodan nom nishonsiz ketamiz. Ya'ni biz o'lik kim 3 kun so'z, tirik kim 3 kun so'z deganda 3 kundan keyin biz unutilamiz. Biz millat uchun yashasak, millatning qalbida qolamiz, bizning bir o'rnimiz qoladi. Biz qilgan ish tarixga yozildi. Biz xuddi tarix desa biz bundan 500 yil, 1000 yil burun o'ylaydik. Hozirning o'zi tarix Uyg'ur uchun. Biz nurg'un tarixlarni beshimizni o'tkazdik. Hozirning o'zidan tarix yozilyapti. Yozilgan tarix yo'qmaydi deydigan gap bor. Biz yozilib qolaylik. Har bir Uyg'ur yozilib qolsin. Guvohlik shu yozma bo'ladi, videolik bo'ladi, bu yo'qolib ketmaydi. Siz tarixingizni yozib qo'ying. Oilangizning tarixini yozib qo'ying. Faqat siz bilan birga tuproqqa kirib ketmasin. Sizning beshingizdan o'tkazgan eg'ir zulm, lagerda yotgan bo'ling yoki urug' tuqqanlaringiz bo'lsin, buning ikki dunyolik so'rg'i bo'ldi. Bu narsa siz bilan birga tuproqqa kirib ketmasin. Hech kimga demasangiz, hech kimga bildirmasangiz, siz bilan tuproqqa kirib, siz bilan tanishiradi. Lekin uning siz so'rg'ini bersiz. Yozdirib qo'ysangiz, xotirlab qo'ysangiz, guvohlik bersangiz, buning ikki dunyolik savobini olasiz. Siz mayli buni millat uchun qiling, ya'ni diniy nuqtadan qiling. Bu siz uchun bir sharaf deb keldi, tarixga tushib qolaylik. Har bir Uyg'ur tarixda qolsin. Chunki hozir Uyg'ur tarixini qaytadan yozyapti. Biz tarixni yaratyapmiz. O'zimizning beshiga kelgan kunni g'ayrat bilan yengib, yengidan tarix yozyapmiz. Shuningga bu tarixga yozilib qolaylik menki demoqchi o'g'lim. Har bir Uyg'ur tarixga tushib qolsin. Yana bir deydiganim, men Turkiyaga kelib, o'zimning oilasiga vatanimga qaytgandek bo'ldim. Menga mush sharoitlarni yaratib bergan, ishxonalarni ajratib bergan, meniki barliq xizmatlarimga yordamlashgan tashkilotlar, qarindoshlar, jumladan siz va studiyaga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Allah razı olsun. Elbette biz için şeref. Köpten köp. Menga sharaf berganingiz ko'p. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi ochiq suhbat programmamizning yana bir soni mushada oxirlashdi. Norvegiya Uyg'ur komiteti raisi, shundaqla Uyg'ur Adliya arxiv ombiri direktori Baxtiyor Ömer efendi bilan suhbat qildik. Bu suhbatni hozir mayli ekranda ko'rayotganlar bo'lsin. Her birimizin nurgun dostu buradarlar var. Hazır naq meydandan kölenmey qalğan qardaşlarımızdan körüp şu bir qancha kun ichida bu fursat bilish uchun her birimiz ekran oldida ko'rib atganlar o'zimizdan ko'rib bularda do'stlarimizga, birodarlarimizga ham baharlab qo'yishni unutmasliklarini alayda tavsiya qilamiz. Yana bir qatimliq suhbatda Rabbim ömür bersa ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.